itam kelib video qilyapti, shunga jahlim chiqib ketib, men qo'ymay qo'ydim. Videoga olmayman, просто ko'rib kelaman siz dedim. Bo'pti dedi. Ko'rib kelaman hozir borib. Ну так же nельзя. Operatsiyadan endi chiqdi. Bo'qdi ham, bulanbig'di ham endi PR ekan deb videoga olib qo'yavermaydi-yu. Sal insof sari barakada. Endi ishlashim kerak, pul qilishim kerak, PR qilishim kerak deb ha deb videoga olib bo'qdi ham, bulanbig'di ham, chichayotganini ham, siyayotganini ham, mana chichgani ketyapti, mana tualetga ketyapti, mana siyapti, mana chichayapti deb videoga qo'ymaydi-yu, to'g'rimi odamlar? Dam olishga berish kerak-ku, bechora qizga dam olsin. 3-4 kundan beri bormayapman, shu haypajorlar atrofida ko'payib ketgani uchun. Juda ham haypajorlar ko'payib ketdi atrofida, juda ham haddan tashqari. Jicha dam olgani beringlar, bechora qizga operatsiyadan keyin jicha dam olsin, bechora qiz. Yaxshi bo'lib ketarkanmi? Ha, otdek. Xudo xolisa bir haftada endi bir hafta jicha qiylanadi. Og'ir operatsiya-ku, endi 8 soatli operatsiya. Alloh shifo bersin. Ha deb hali shum ko'targan, pul to'plagan men boshqalarga rahmat. Onayizor ham bechara endi kim kamerani yoqsa o'shanga rahmat deb yotibdi. Onayizor bechara kim kamerani yoqsa o'shanga rahmat deb yotibdi. Shum ko'targan Jasmina, shum Turkiyani aytgan Jasmina, hamma yo'lda ko'targan Jasmina, lekin hammaga salom, kelin salom, bunga salom, unga salom, itga salom, bitga salom bo'lib ketdi bu yog'i. PR xod qilishvardi o'zi ham. Bitta odamda hali og'irg'iga PR qilishvardi o'zi. Slishkim. Уже все, хватит, qo'yishni to'xtatinglar deb o'tgan safar aytdim. Qo'yinglar, qo'ymanglar. Bo'ldi, bechora qiz operatsiyadan chiqdi. Ha deb yotganini ham, chichganini ham, siyganini ham qo'yavermanglar deb necha marta aytdim. Yo'q, baribir ham qo'yib yotishdi. Endi prosmotr bo'lyapti-da uni qo'yganda. Hozir mana operatsiyadan chiqdi. 3 kun bo'lgan bo'lsa 3 kun tindirishmayapti. Frukt yeyapti, chichganiki deyapti, siyganiki deyapti, bo'q yeyapti. Mana bo'q onasi mana yerda o'tiribdi, onasi o'tga o'tdi. Onasi bu yerga o'tdi. Onasi ko'chaga chiqdi. Onasi eshikda ushadi. Onasi tualetda ushadi. Ну так же nельзя. Вот так же nельзя. Bechora qizga dam olish kerak-ku, dam olgani berish kerak-ku. O'z holiga qo'yish kerak-ku. Bechora qiz katta operatsiyani boshdan o'tkazdi. Insof bo'lish kerak-ku. Mana men qo'ymayapman. Shum ko'targan men, pul to'plagan men, ko'tarmayapman-ku bu temani. Bo'ldi. Endi dam olsin bechora qiz. Oyoqqa turib ketib, yurib ketganda bir marta ko'rsatsa bo'ldi-yu. To'g'rimi? Chichgani ketyapti, doktor poylab ketdi. Nima desam endi odam ko'proq ko'rarkin deb chichib keldi, siyib keldi, siyolmayapti, doktor keldi, massaj qildi. Ну так же nельзя. Ну так же nельзя, боже мой. Odamga dam olishga berish kerak-ku. Men bormayapman, bechora qizni trevojit qilmay, meni oldimda bunday yozilib yota olmaydi-yu, bechora qizni yechintirib qo'yishgan, siygisi kelar, chichgisi kelar, tam tualetga borgisi kelar. Bechora qiylanib yotgan paytda bezovta qilmaydi, 3 kundan beri bormayapman. Yotsin, mazza qilib, dam olsin, o'ziga kelsin, keyin boraman deb. Yo'q. Bosib olishgan bilay. Shundan prosmotr bo'lyapti, shundan ko'proq pul ishlayman, ko'proq kasallar kelsa deb. Bоже мой. Господи. Endi operatsiyadan chiqqan paytda iltimos qildim. Iltimos video tashab qo'ysanglar, men bora olmadim operatsiyaga, потому что kuchugim kasal bo'lib qoldi. Iltimos video tashab olinglar. Hammasi qo'y bo'lib, oxirida kusochik bunday muncha kesishib bo'lmas videoni bunday tashab qo'yishibdi. Mayli o'lib ketsin. Главное, meni auditoriyam pul to'plagan, auditoriyam ko'rsin deb qo'yib qo'yaverdim. Mayli o'lib ketsin deb. Asabiy saqlang. Yo'q, ishim yo'q. Главное bu qustuzan menga, вот лично мне. Главное effekt bo'lsin meni yordamimdan. Главное kelib operatsiya bo'lganiga men xursandman. Judayam mamnunman. Но это мозолить же нельзя, постоянно мозолить людей, мозолить, вот так ковырять же нельзя.
Hammamizda bir xil kalla shekilli. Ну так же nельзя же отдыхать дать, надо же бедной девочке. Trubkalarda yotibdi, ana kislorodniy nimalarda yotibdi, shlankalarda. Bechora qiz dam olish kerak-ku. Opa sizni ko'rgim kelyapti dedi. Ну, hamma o'sha yerdaligida borgim kelmayapti. Kutib o'tiribman hozir, hamma ketsa boraman deb. Jasmin go'zallashib ketdi. Qo'ying, qiynamen. Ha, zato hamma oldida yuzingiz yorug' bo'ldi sizni. Da, Xudoyimga ming qatla shukr. Shuni bilsanglar bo'ldi. Главное bizni xalqimiz umni-ku biladi, kim qildi, kim nima qildi. Jasmin degan bolani tanimaysizmi? U ham trans. Aman keldi. Nigina. Ha, nega shu bu yerda hozir chaqiraman, keladi. Jasmin yanada ochilibsiz, rahmat. Rossiyam qaytasizmi? Rossiyaga qaytasizmi? Ha, yaqinda tug'ilgan kunimdan keyin xudo xolasa Angliyaga ketaman, Angliyadan kelib O'zbekistonga ketaman, O'zbekistondan kelib Rossiyaga ketaman. O'zbekistondan kelib deyman. Angliyaga ketaman, O'zbekistonga ketaman, O'zbekistondan Rossiyaga ketaman. Sizni sevaman. Что за шпион был? Это сказка. Это пиар. Ну, intriga. Vo, kim ekan? Vo, ertaga aytishadi. Kutishimiz kerak istoriyani deyishinglar uchun. Это пиар. Intriga. Ro'za tutyapsizmi? Yo'q. Ovozingizni qachon ingichka qildirasiz? Nima edi? Ovozim yoqmayaptimi? Tepada X degan knopka bor, mana ko'ryapsizmi? Mana bu yerda. Mana. Bitta bosasizda cho'rniga shunday tiqasizda qochasiz, yo'qib ketasiz. Sabrina ancha qiynalgani, ilohim, shuncha qiynalganiga yarasha yaxshi bo'lib ketsin-da. Endi men sizlarga bitta gapni aytib o'tay. Короче, bu situatsiyadan keyin, avariya bo'lgandan keyin Ahad Qayum bo'yniga olgan. Kecha Ozidopa bilan gaplashib qoldik, podrobni aytib berdi. Ahad Qayum hezalak, mana ko't o'lgur, kallasi katta, qonni katta, urodliy figuralik Liliput bo'yniga olgan, короче, bo'yniga olgan. Men to'layman, men qilaman, men hamma yo'g'ini to'layman, rasxotini hamma yo'g'ini o'zim to'layman deb Ahad Qayum bo'yniga olgan. Keyin bo'lsa Ozidopaga telefon qilib, har 5 minutda Ozidopaga telefon qilib, sizni so'rayapti-da, desa Ozidopa aytgan. Nimaga meni so'raydi? Bu seni chiqib kelgan ishingdan bo'lgan-ku. Bu seni qilganingdan bo'lgan-ku. Nimaga meni so'raydi? Mayli, men oxirgacha turib beraman. Sen rasxotiga, hamma yo'g'iga qarashib tur. Paka u qiz oyoqqa turguncha desa, "Yo'q, siz so'rayapsiz, bormasiz bo'lmas ekan. Siz so'rayapsiz, boramiz bo'lmadi ekan." Bunchalik darajaligini hech kim aytmagan, короче. Xizallak. Siz homilador bo'lasizmi? Конечно, mana ikkita bola tuqqanman, uni yotibdi. Ikkitasini tug'dirib qo'ygan erim. Ko'rdingizmi? Ana ikkitasi yotibdi, zo'rg'a tuqqanman. Dod, yana dod deb tuqqanman. Yuzingizga qanaqa uhod qilasiz? Shu haqida gaplashmoqchi edim. Bugun bizning strechimiz bor edi. Men shunaqa odamman. Meni shoshiltirish mumkin emas umuman. Men shoshilmaydigan odamman. Потому что men ertalab turganimdan keyin kuchuklarim bilan aylanaman, kuchuklarimni qonnini boqaman. Meni hayotimda kuchuklarimdan важнее hech bola yo'q. Даже prezident kelib uchrashaman deb tursa ham, birinchi kuchuklarimni qonnini boqib, ko'chaga aylantirib, charchagandan keyin uyga olib kirib, cho'milib, men agar boshimni yuvmasdan, o'zimni ko'nglimdagidek hamma sredstvalarimi telamga surkab, yuzimga maska qo'yib, qo'llarimga maskalar qo'yib, hamma yo'qni qilib bo'lib, chiqmasam, men ko'chada yurgandek sezmayman o'zimni. Bunday qilib oldimni yopaveraman, xijolat bo'lib. Bunday qilib oldimni yopaveraman.
Bugun strechimiz bor edi. Bitta важный sevimli opam bilan. Sevimli opam menga 12 ga joy qilib qo'y, 12 ga zavtrakka chaqiruvdi. Men u opaga aytdim, hozir ko'rayotgan bo'lsa xafa bo'ladi mendan. Men opaga aytdim, men 12 da tura olmayman opajonim. Men 12 da tura olmayman, потому что men kechqurun hisob-kitobli ishlarim bor. Hisob-kitob qilishim kerak. Kechasi bilan hisob-kitob qilib chiqaman. Pul sanayman, pul o'tkazaman, pul keltiraman. Shunaqa pullik ish bo'ladi menda kechqurun. Uzr ming bor. Men tura olmayman. Siz harakat qilib ko'ring dedi. Harakat qilib ko'raman, lekin sraz aytyapman, men tura olmayman. Turganimdan keyin ham baribir 2 soatmi, 3 soat kerak meni tayyorlanishimga. Короче, и так turmadim, tura olmadim. Telefon qilishdi. Bunday uyg'onib turib, hali ayollarga o'xshab boshimni yuvmasdan bunday tarab qo'yib yugurib chiqib keta olmayman-da men. Qo'ltig'im tagiga omon keldi, siz so'rashyapti. Omon keldi degan bola bor edi. Shu bola yo'q bo'lib ketdi. U ham trans deb so'rashyapti. O'lib qoldi. O'lib qopti. Eri deb oynadan tashlab yuborgan, tom ketib qolgan. Bir marta tursak qochib ham ketibdi deylar. Bir marta uborka qilgan meniga chiqib ketib qaytib tushsak, omon keldi yo'q. Qochib ketibdi Anqaraga dugonalari bilan. Qilgani. Короче, shunaqa qilib, cho'milib, yuvinib, tayyorgarlik ko'rib, o'zim mana hozir ham mana hali tayyor emasman. Hozir men mana manikyur pedikurlarimni, maskalarimni tugatib, keyin уже men tayyorman, men go'zalman, mana men chiqsam bo'ladi endi ko'chaga desam, chiqsam bo'ladi. Shuning uchun go'zal opa mendan xafa bo'lmang. Yaxshiliklaringiz Alloh ming bo'lib qaytarsin Jasmin. Qaytaryapti, hech xavotir olmang, qaytaryapti. Allohga ming qatla shukr. Ishim oldinda, hamma yo'g'im oldinda. Hozir aytishni hojati yo'q, keyin aytib beraman. Men sizlarga bitta voqea bo'ldi. Bir yaxshilik qilmoqchi edim, u ham bo'lmadi. Hali ko'rmaganda ko'rgani qursin deganlardek bir odamlarga yaxshilik qilmoqchi edim. Hali ko'rmagan odamlar ko'rmaganda endi yuragi tushib qoldi, predlagать qildim. Odamlar pulni qattiq sevadi, bilasizlarmi? Pul jigardan bo'lgan degani to'ppa-to'g'ri. Odamlarning yuragi tushib qoladi pul haqida gap ketsa. Yuragi o'ynab ketadi. Odamlarga ro'za Ramazon kuni yaxshilik qilaylik, tam. Kecha 300 qilib tarqatib yuboraylik desam, deb baqirishvordi menga, sochimni yulib olay deyishdi, ishonasizlarmi? Ne yapıyorsun kız? Ateşin. Anaqa berib olinglar, zajikalka. Amizni ko'rsatingda, azizam, qo'ttodi ko'rgin kelmayaptimi? Qo'ttodi. Voy, uzr ming bor uzr so'kvardim. Otobli qiz bo'lmoqchi edim, so'k og'zimdan chiqib ketdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz opa? Yaxshi. Turkiyada ish kerak. Turkiyadan ish kerak? Endi izlaysiz opa, topasiz, men ishonaman sizga. Izlaysiz, topasiz hammasini. Lil Xuramov haqida gapiring. Lil dugonam, Lil Xuramov haqida gapirib beraman aytgancha sizlarga. Lil Xuramov haqida gapirib beraman. Munisa Rizayeva menga iltimos qildiki, urushmanglar, yarashib olinglar, sizga telefon qiladi, iltimos, gaplashib olinglar. Men aytdim, men u bilan hech qachon urushmaganman. Nomerimni har doim aytganman, telefon qilsin, gaplashib olamiz, обязательно telefon qilsin. Nomerimni Chechenkadan olsa bo'ladi, sizdan olsa bo'ladi. Hamma artistlar men nomerimni biladi, bemalol telefon qilib, o'zini anaqasidan kollektividan olsa bo'ladi men nomerimni desam, "Xo'p, taqda sizning nomeringizni tashab qo'yaman, sizga yozadi" dedi. "Xo'p" dedim. Endi menda takoy привычка bor. Har bitta yozgan odamga birinchi o'rinda assalomu alaykum deb yozaman. Do'stmi, dushmanimmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, assalomu alaykum deb yozaman. Menda shunaqa привычка. O'tiribman, bir mahal сообщение kelyapti. Это я, Lil. Munisa Rizayeva opam aytdi, yoz dedi. Cho nada deb yozib yuboribdi. Давление millionga chiqib ketdi, ishonasizlarmi? Voy, мне что надо, блядь, пиздец. Pepelnisan berib yuboringlar. Voy, ko'rmabman.
San'at sohasida yo'qsiz, lekin hamma sizni taniydi-da. Shok bo'lib qolibman-ku сообщениeni o'qib. Menga cho надо, блядь, это тебе надо. Koshmar. Давление moshkutiga na salom, na alik, hech narsa yo'q. Это я lil cho надо deb yozib yuboribdi. Да. Kerak emas dedim, Munisopaga yozib yubordimki, Munisopa xafa bo'lmang-ku. Umuman gaplashmayman endi. Вообще na o'ta уважение biladi, na bir narsa biladi. Men agar men urushib qolgan bo'lsam, menga telefon qilsa, assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzimsiz deb gaplashaman-da baribir ham. Keyin siz nima deb yozdingiz? Yozmadim, cho'rniga tiqib yubordim, сразу bor yo'qol deb. Lil действительно gay. Ну, конечно, я же не prидумываю. Ha, men sizlarga bir narsa aytib beraymi? Men sizlarga bir narsa aytib beraman. Hamma qizlarimiz ko'rdi. Ko'rdinglar-ku? Hamma ko'rdi, hammamiz shokdamiz, lekin ammo bilasizlarmi, men bitta gapim bilan, bitta dona gapim bilan, bitta dona video bilan bitta bola, bitta artist bolani hayotini ontar-to'ntar qilib yuborishim mumkin, bilasizlarmi? Sizlar kutmagan odam, porno videosi bor menda. Hech kim xayoliga kelmaydi. O'sha bola boshdan yoqmagan o'zi menga. Har doim aytib yurardim-ku, falshivka. За микрофон. Как он сосёт, блядь, пиздец, профессионально. Я просто в шоке, как он делает это. Я даже men конченый трансвестит, unaqa narsalar qila olmayman. Voy, videosi bor menda deylar, перепискалari bor. Shunaqa qilgan, endi вообще shok bo'lib qolasizlar. Voобще ko'rsanglar, og'zinglar bo'lib qoladi. Qizlar ham unaqa qila olmaydi. Menman degan jalab professional ham boshini pastga egib, monetgacha ola olmaydi. Kim u? Kim развод? Nima aytyapti? Miki, Pinchuk halyan. Yo'q, topolmadinglar. Kim eting aytmayman, vaqt soat kelganda bilib olasizlar. Qachon? Men sizlarga qarochi juda ham zo'r narsa topib qo'ydim odamlar. Juda ham mamnuniy. Hali odamlarga men har doim pul mulga emas. Men sizlarga foydam tegsa, meni jitcha bo'lsa ham o'lganimda bir 200 ta odam yig'lab qo'ysin, voy yaxshi odam edi desin deb harakat qilaman har doim. Men sizlarga yo'q, Bobur Paradis, не интересно мне. Natural men astag'firullah, Alloh yo'lida deb yurgan, Allohim xohlasa deb yurgan artistlar. Artist deyapman, artist, paradis demayapman. Короче, men sizlarga zo'r narsa topib qo'ydim, короче. Bu yerda представительlar bilan tanishdim. Ko'p operatsiyalarni O'zbekistonda qilmaydi-ku. Ko'p operatsiyalarga O'zbekistonda olishmaydi. Ko'p operatsiyalarni yaxshi qilmayapti deb mana Sabrina sababchi. Ko'p odam bilan tanishib qoldim. Короче, men sizlarga yaqinda post qo'yaman stranitsamga. Operatsiya haqida narxlari, qanaqa operatsiya kerak, ayniqsa onkologiya, ko'p narsaga o'zim ham kerak bo'lsa qo'limdan kelgancha yordam berib, shu yerda sizlarni kutib olib, больницаga olib borib, narxlarini bilib, tanishib, arzon mana Sabrinaga arzon qilib berdi, shunaqa qilib gaplashib, arzon operatsiyalarni gaplashib beraman men sizlarga. Дай bog' bugun gaplashib kelsam, xudo xolasa, men sizlarga обязательно post qo'yib qo'yaman. Sizlarga oson bo'ladi. Hali ko'p operatsiyalarni O'zbekistonda qilmaydi-ku. Shu operatsiyalarni Turkiyada qildirib ketasizlar arzon narxga, качественный operatsiyalar hamma yo'q. Xohlagan operatsiyalar, onkologiyami, jigar kasalligimi, siroz pechenimi, пересадка почками, hamma yo'q, короче. Xudo xolasa yaqinda bo'ladi shu. Qiylanib yurmaysizlar.
analizlaringlarni, rentgeninglarni jo'natasizlar, doktorlarga ko'rsatamiz, to'g'ri keladi desa, kelaverasizlar, shunday kutib oladi aeroportdan. Transfer, gostinitsa hamma yo'qda organizovat qilib berishadi. Hamma yo'qda. Hamma yo'qda organizovat qilib, hamma yo'qda nima qilib berishadi, to'g'rilab berishadi, kutib olishib, qiynalmaysizlar, короче. Oshqozon operatsiyasi haqida informatsiya bilasizmi? Yo'q. Yo'q, bilmayman. Bilmayman. Bo'pti, hammaga xayr. Men sizlarni sevaman, maskalarimni yechishim kerak. Muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin.